Assalomu alaykum azizlar. Mana bugun sizlar bilan yana birgamiz va men bugun sizlarga so'zni qudrati haqida gapirib bermoqchiman. To'g'ri eshitdinglar, so'zni demoqchiman. So'z bu bizani har bittamizni doimiy ravishda o'zimizni tushunmay har xil gaplarni gapirib ishlatadigan instrumentimiz. Mana shu gaplarimiz, so'zlarimiz hammasi juda ham katta vibratsiyaga, quvvatlarga ega bo'lgan energiyalar. Chunki ular olamni yaratilish qonunida ishtirok etgan asosiy farishtalar hisoblanadi. Nima uchun bularni farishta deymiz? Chunki olam yaratilishida, dunyo butun borliq yaratilishda to'sh ishtirok etgan, to'sh yordamida borliq yaratilgan. Mana men sizlarga hozir buni tushuntirib berishga harakat qilaman. Agar sizlar bu mavzularni yaxshilab tushunib olsanglar, bundan keyin har bitta so'zinglarni behudaga ishlatmasdan, kerakli joyda kerakli narsani gapirishga o'rganasizlar. Ya'ni o'zingizni rivojlantiradigan, hayotingizni hamma tomonlama rivojlantirib, sizni omadli, baxtli va sog'lom qiladigan so'zlarni ishlatishga harakat qilasizlar. Demak, butun men sizlarga hozir buni butun dunyoni yaratilish qonunidan boshlab tushuntiraman. Butun borliq hali yaralmagan hech narsa yo'q vaqtda u uyg'ondi va u tafakkur qila boshladi. So'ngra mana shu tafakkur qilishi uchun unga kerak bo'lgan so'zlarni yaratish uchun birinchi tovushlarni yaratdi. Ya'ni tovush harflar paydo bo'la boshladi. Harflarni chiqara boshladi. Harflar chiqqanda har bittasi o'zini vibratsiyasiga, to'lqiniga ega edi va u mana shu to'lqinlarni unsurlar deb atadik. Ya'ni olov unsuri birinchi alif paydo bo'lgan va olov unsuri 4 quvvatga ega bo'lgan olov unsuridan iborat edi. Shunaqa qilib turpoq unsuri, suv unsuri va oxir natijada havo unsuri paydo bo'ldi. Ularning har bittasi o'zgacha quvvatga ega edi. Va bu unsurlar harflarga har bittasini o'zini harfi bor edi. Va u tovushlar unsurga ega bo'lgan tovushlar qorishmasi, ya'ni ulardan so'z paydo bo'lishi natijasida unsurlarning kimyoviy saodati yuz berdi va moddiyat yarala boshladi. Mikroelementlar paydo bo'lishga boshladi. Demak, dunyoni asosi vibratsiyalar, tovushlar bo'lgan ekan. Ana shu tovushlardan paydo bo'lgan so'zlar yordamida butun borliq yaralar ekan. Bekorga Qur'oni Karimda bo'l degan so'zim bilan dunyoni yaratim deyilmagan. Azizlar, bular hammasi podskaska aslida bizga. Endi so'z shunchalik, ya'ni tovushlar shunchalik katta quvvatga ega ekan, nima uchun biz doim behudaga xohlagan gapimizni to'xtamasdan gapiramiz? Bu shunaqa davrki, ilmsizlik davriki, bu juda ham katta chuqur ilmlarni insoniyat unutgan. Shunday davrlar bo'lganki, odamlar gapirmagan, so'zlamagan, ular fikrlagan, ular telepatik aloqa qilgan, bir-biri bilan tovushsiz aloqada bo'lgan. Va ular shunaqa kam va kerakli gaplar gapirganki, ularda aql, tafakkur shunaqa darajada kuchli bo'lganki, hayoti davomida bir og'iz gap gapirsa, o'sha gapni qachon, qayerda, qanaqa vaziyatda gapirganini umrini oxirigacha unutmagan ular. Chunki gapirishga ehtiyoj bo'lmasdan juda ham kam gapirishgan va juda kerakli gapni gapirishgan. Endi hozirgi vaqtda bizni hayotiy tarzimizga so'zlashuv shu darajada singib ketdiki, biz o'zimizni sezmagan holatda mana shu so'zlarni tinimsiz ishlatib, so'zlardan shakl, ya'ni gaplarni yaratib, mana shu gaplar yordamida o'zimizni sezmagan holda moddiyatga ta'sir qilib yotamiz. Shunaqa so'zlar borki, ular insonni tanasiga ijobiy ta'sir qilib, bu so'zlarni birikmasi juda ham ijobiy ma'noga ega va u juda ham katta quvvatga ega. Ana o'sha quvvati insonni rivojlantiradi. Insonda hayotida sog'liqni, boylikni, xotirjamlikni yaralishiga sabab bo'ladi. Lekin shunaqa so'zlar bor, aksini qiladi va insonlar bu so'zlardan beixtiyor foydalanib, o'zini hayotini va atrofdagilarning hayotini tinmasdan vayron qilib o'tiradi. Ijobiy so'zlarga biza Allohni eslash, duolar, zikrlar, insonlarga bo'lgan chiroyli mehr muhabbat so'zlari, masalan shukronalik, sevgi, mehr muhabbat, silay rahmni uyg'otuvchi va mana shu so'zlarni o'zi ham mana shunday hissiyotlarni uyg'otuvchi so'zlarni olamiz ijobiy so'zlarga.
va salbiy so'zlarga biz so'kinish, qarg'ash, yomon niyatlarni misol qilib olamiz. Endi ijobiy so'zlarga inson o'zini ijobiy energiyasini, siz o'sha so'zni aytishingiz bilan sizda u so'z paydo bo'ladi, sizda fikrda paydo bo'lib, sizda to'shda natijaga aylanguncha sizni ichingizda ijobiy emotsiya uyg'otadi. Lekin masalan yomon, salbiy ta'sir qiladigan so'zlar sizni fikringizda paydo bo'lganini o'zida sizni ichingizda yomon emotsiyani uyg'otadi, past chastotani, va sizda tovush shakliga aylanib chiqayotganini o'zida juda ham past quvvat bilan chiqadi. Endi past quvvat bilan chiqadigan so'kinishlarni olaylik, qarg'ashlarni olaylik. U o'zi borliqni hammasi yuqori chastotada yaratilgan. Men bu haqida suhbatlarda aytdim. Sevgi quvvatida yaratilgan. Butun borliq chastotasi balon bo'lgan. Lekin bu borliqni, Allohning yaralmishini, mana shu vahdatul vujud deymiz buni, quvvatini pastga tushiruvchi va bu yerda vayron qiluvchi so'zlar so'kinish, qarg'ash so'zlarida siz mana shu so'zni ishlatganingizda birinchi bo'lib o'zingiz DNKingizga zarar keltirasiz. Sizni DNKingizda turgan 98% ochilmay yotgan Allohning sizga bergan imkoniyat, qobiliyatlari, ajdodlaringizning resurslari so'kinish, qarg'ash so'zlarda undan battar yopiladi. O'tdagi faqat o'sha yomon vibratsiyali yomon ma'lumotlargina ochiladi. Siz chunki ularga yomon vibratsiya bilan ta'sir qilyapsiz. Qarg'asa, masalan, so'ksa, o'sha ajdodlarning resursida bor bo'lgan yomon hodisalarni inson uyg'otadi. Uni hayotiga shu narsalar kirib kelish tezlashadi. Mana qarg'agan odamlar atrofdagilar yomonlik qilaman deydi. Aslida u birinchi o'ziga yomonlik qiladi. Uni DNKsi o'zini DNKsini buzadi. O'zini DNKsidan ketgan hamma avlodlarning DNKsini buzadi. Qarg'ish birinchi bo'lib o'ziga va o'zining avlodlariga ta'sir qiladi. So'kinish ham xuddi shunaqa. Biz o'zimizni bilmagan holda o'sha yomon so'zlarni ishlatganimizda biz butun borliqqa va birinchi o'zimiz avlodlarimizga zarar keltiramiz. Bizni so'zimizni eshitgan odam borki, hammasini DNKsiga ta'sir qiladi. O'sha DNKsiga yomon resurs uyg'otadi, past chastotali so'zlar yoki o'zingizni bolalaringizni avlodlaringizda bor bo'lgan kasalliklarni, avlodlaringizda bor bo'lgan omadsizliklar va hokazolarni uyg'otasiz, yangilarni kiritasiz. Mana shu so'kinayotgan erkaklar o'z bilmagan holda butun avlodidagi insonlarni omadsiz, baxtsiz, o'shalarni hayotini vayron qilib o'tirgan bo'ladi. Birinchi o'zidan boshlab o'zinikini va bola chaqa, nevara avaralarni. Aksincha, duolar, yaxshi niyatda gapirilayotgan hamma so'zlar, bu ijobiy so'zlar, ular yuqori vibratsiyali va ular nima deydi, yaxshi, rivojlantiruvchi ta'sir qiladi. Mana shu duolarning ichidagi eng kuchli, eng qudratli duolar bu onalarni bolalarini haqqiga qilgan duosi deyiladi. Sababi ona bolaga shartsiz ravishda duo qiladi. Har qanaqa uni ijobiy fikri onani bolaga nisbatan hech qanday shartsizlarcha eng kuchli mehr bilan, muhabbat bilan qilyapti. Yuqori vibratsiyali hissiyot bilan chiqyapti va bu bolani butun hayotiga o'sha DNKsidagi ijobiy holatlarni faollashtirib, hayotiga rivojlanuvchi ta'sir qiladi. O'shaning uchun ona duosidan kuchli duo yo'q. Iloji boricha onasini rozi qilib, onasini duosini olish kerak. Bekorga hali jannat onalar oyoq ostida deyilmagan. Ota duosi ham shunaqa. Ota ham baribir o'sha onadan keyin ota o'z o'rnida farzandiga o'ta shartsiz bo'lib turadi va otani o'sha duolari juda yaxshi ta'sir qiladi. O'shaning uchun otanglarni, onanglarni duosini olinglar. Va umuman ota-onalar ham bolasi uni rozi qilishini kutmasdan duo qiladi. Har bitta ota-ona farzandini haqqiga duo qiladi. Farzandiga chiroyli so'zlar, iboralar, gaplar bilan unga energiya, emotsiya, vibratsiya jo'natadi. Mana shu uni bolasini rivojlantiradi. Har bittamiz hayotimizda o'sha rivojlanuvchi, omadli, baxtli, sog'lom bo'lishni istasak, nutqimizni ijobiy so'zlar bilan to'ldirishimiz kerak. Vibratsiyasi baland so'zlar bilan gapirish kerak. Mana o'sha haqorat, so'kinish, qarg'anishlarni umuman jargonlaringizdan chiqarib olinglar hayotingizdan. Umuman unaqa so'zlar gapirmanglar, chiqarib olinglar. Faqat
rahmat, minnatdorchilik, o'sha sevgi, mehr, muhabbat, silay rahim, do'stlikka olib boruvchi so'zlarni ko'proq ishlatinglar. Sizni past quvvatli so'zlaringiz bilan ijobiy, yuqori quvvatli so'zlaringlarni juda katta farqi bo'ladi. Masalan, oddiygina kasalxonada kasal so'zi turibdi. Kasal degani bu bizda sразу emotsiya uyg'otadi. Kasallik degan tushunchani va kasalxonada faqat kasallar yotibdi. Lekin biz mana shu kasallik so'zini o'rniga shifoxona deb ishlatsak, xuddi ma'no jihatdan bir xil, lekin asosida turgan shifo so'zi kasal so'zi bilan farqli. Shifo so'zida o'zi bo'ldi Allohning shifo, sh va f harflari turibdi. Sh harfi bu rivojlanish, yuqori chastota, uni o'zi abjad raqami katta. Masalan, k harfini abjad raqamidan sh harfini abjad raqami katta hisoblanadi. Vibratsiyasi baland, f harfi turibdi, ochuvchi, shifo. Shuning uchun shifo so'zi ko'proq quvvatga ega bo'lgani uchun shifo so'zidan biz doim yaxshi emotsiya olganmiz, shifolanuvchi deb hisoblaymiz va shifoxona desak, o'sha bizning tanamizda vibratsiya, o'sha ongimizda vibratsiya o'sib ketadi. Shuning uchun azizlar, so'zinglarni har bittasiga e'tibor qilib, yuqori vibratsiyali so'z bilan gaplashishga harakat qilinglar. Nutqinglarda har doim nutqinglarda salbiy emotsiya uyg'otuvchi so'zlar bo'lmasin. Jahlga kirgan vaqtinglarda, hayajonlanib, asabiylashib ketgan vaqtinglarda gapirmaslikka, jim turishga harakat qilinglar. O'sha vaqtda sizlar yomon so'zlar, yomon vibratsiyali, past quvvatli iboralar gapirib yorishinglar, haqoratli so'zlar chiqarib yorishinglar mumkin. Chiqqan so'z otilgan o'q qaytib kelmaydi. U borliqqa ketdi, shunaqa katta quvvatda tarqiydi va borliqda risk vibratsiyasini tushirib ketiradi hamma yoqni. Birinchi bo'lib o'zingizda, DNKingizda boshlanadi o'zgarish. O'shaning uchun yaxshisi yomon so'zlarni ishlatgandan ko'ra ichingizda salobatli etib zikr qilib turib o'zingizlarni bosishga, keyin nafas olish mashqi yordam beradi. Nafas olib turishga harakat qilinglar. Nafas bu Allohning nafasi. Har bittamizga nafas bu ne'mat. Allohim nafas bilan odam atoga jon kiritdi. Nafas bilan biz tirikmiz. Nafas bu Allohning ismi deb ham aytiladi. Tariqatda hu Allohning ismi deyiladi. Nimaga? Chunki nafas olmagan odam yashamaydi. Nafas olmagan odam hayot yo'q. Shuning uchun nafas shunaqa muborak narsa, sizni har qanaqa vaziyatda sizni tinchlantiruvchi, sizga sog'liq beruvchi, sizni qutqaruvchi quvvat bu. Hindlarda pranayama bor, mana bilasizlar, ularning milliy urf-odatlariga kirib ketgan diniy bir urf-odat hisoblanadi, lekin o'zi bu hamma millatga kerak bo'lgan, hamma uchun eng muhim narsa, ya'ni nafas olish mashqi bilan tanasini davolash. Ko'ryapsizmi? O'sha nafas olganingizda sizda jahl bosiladi, hayajon bosiladi, o'zingizga kelib qolasiz, to'g'ri fikrlay boshlaysiz. Jahlingiz chiqdimi, haqorat qilgingiz, urishingiz, kimgadir yomon so'zlarni gapiringiz kelib ketdimi, o'sha vaqtda chuqur nafas olib, o'zingizni Allohning ilohiy quvvati bilan to'ldiring. O'sha Allohning ilohiy quvvati ichingizga, tanangizga kirib, sizni to'ldirganda sizda jahl bosiladi, hayajon bosiladi, qo'rquv ketadi, o'zingizga kelasiz. Shuning uchun o'shanaqa yomon gap gapirib, yomon ibora chiqarib, borliqni buzmangda, vayron qilmangda, nafas olib, o'zingizni to'xtatib, o'zingizni kelib olib, keyin gapiring. Ko'p odamlar bir-biri bilan urushib ketadi, jahl chiqqanda bir-birini o'sha haqoratlar gapiradi. O'sha gapirilgan gaplar aytadiki, otilgan o'qdan battar qalb, yurakka nayza bo'lib sanchidi deydi. O'sha haqorat qilib qo'yganda gapirilgan gaplar bir umr esida qolib ketadi. Mana shunaqa deb haqorat qiluvdi debdi. O'shanaqa haqoratlar gapirib, bir-biringlarni ko'nglinglarni sindirib, o'rtaga sovuqchilik tushirib, bir-biringlar bilan urushib, bir umr xafalashib o'tirmanglar-da. Yaxshisi o'sha so'zlarni gapirmaslikka harakat qilinglar. Bunga mana men hozir aytgan mashqim, ya'ni pranayama, chuqur nafas olish, nafas bilan o'zini o'sha emotsiyalarini, o'ziga olov unsurida bu jahl, olov unsurini o'sha suv ichadi, suv yaxshi bosadi yoki nafas oladi, nafasdan o'sha yaxshi bosadi, olov unsurini o'sha
anaqa bilan suv ichish, nafas olish bilan bostiriladi. Shunaqa bosib o'zingizni jahlingizda yomon gaplar gapirib, yomon haqoratlar qilib qo'ymaslik uchun bosinglar o'zinglarni. Chunki men yana aytaman, sizdan chiqayotgan har bitta yomon so'z birinchi o'zingizga ta'sir qiladi, sizni avlodlaringizga ta'sir qiladi va siz kimga qarab u so'zni chiqargan bo'lsangiz, o'sha odamga ta'sir qiladi. O'ylamanglar, men boplab gapirib qo'ydim, gap qildim, u odamni alamdan chiqdim demanglar. Siz gapirayotgan gap u odamdan oldin o'zingizga yoziladi, oldin o'zingizni vayron qiladi. Shuning uchun biza agar sog'lom bo'lish xohlasak, rivojlanish xohlasak, boy badavlat xotirjam yashash xohlasak, faqat ijobiy so'zlar bilan gapirishimiz kerak. O'zingiz uchun ham o'sha tilingizdagi har xil yomon jargonlarni, haqorat, qarg'ish kabi jargonlarni unuting, chiqarib yuboring.